Assalamu alaikum qarindoshlar. Birinchi videoda qisqacha Chag'ataycha va boshqa ism qo'yish masalasini o'tirib qo'ydim. Kelgan ikkinchi savol haqiqatan meningki tadqiqot doiramga bevosita munosabatli savol. Bu savolda bu ham ko'p Turkiyadagi aspirant o'qiyotgan o'quvchilar tarafidan ko'p so'ralgan savol edi. Hem yaqinda bir qancha qarindoshimiz bu so'radi bizning Uyg'urlarning ichidan. Savol nima deganda, Xitoydagi musulmonlar bilan bizning oramizdagi farq nima? Nima uchun biz tarix e, jarayonida bular bilan hamkorlashamoqdik? Va yoki bizningki ya'ni e'tiqodiy va mazhab nuqtasidan emas, buningki siyosiy va kulturel nuqtadan bizningki Uyg'urlarning ya'ni Sharq Turkistondagi musulmonlar bilan Xitoydagi Tungallarninki farqimiz nima? Sebep zadi nima? Biz nima uchun bular bilan bir o'rtaq yo'l tutamadik? E, Nima uchun kuchlik bir hamkorlik o'rnatamadik masalasiga tarixiy nuqtadan bir javob berishni talab qilganlar bo'ldi. E, Ama bunu bilish uchun masalan birinchi Cumhuriyet meselesi bor, uning oldida Yaqup Beyning davridagi ba'zi tungallarning bizning isyonlarga qatilish, qarshi tarafda turish va yoki o'xshash sapda turish. Uning keynidan mening bekarek diqqatimni qo'zg'agan masalan ikkinchi Cumhuriyet davrida tungallardan yine bizning sapda turganlar bor. Bir qalaymaqan bir bek tutib açık qilib bo'lmaydigan keskin bir hüküm berish imkoniyatimiz sal qiyin bo'lgan. Ammo Uyg'urlarning kallasida tungallarga nisbatan bir menfiy bir ko'z qarashning borligini bilamiz, ham hammamiz bilamiz. Sababi asosan shu. Bulupmu birinchi Cumhuriyet jarayonidagi tungallarning Sharq Turkiston qilgan zulmlari bizning masalan siyosiy taqdirimizga munosabatli ba'zi cho'ng masalalarda qilingan ba'zi ziyonkashliklar. İstimlarını deb o'ldirmayman. Bular. Bularning asos sababi nima? Nima uchun o'xshash bir siyosiy nuqtai nazarda turolmaymiz? Masalan, biz Sharq Turkistondagi boshqa turk tilli qavmlar bilan asosan o'xshash siyosiy nuqtada turamiz. Faqat ish Tungallarga kelgan vaqtida bular bilan ba'zi nuqtada jiddiy farqlar mavjud. Bu diniy jihatdagi mazhabiy e'tiqodiy jihatdagi farqlar emas mening demoqchi bo'lganim. Bu diniy bilimlarninki sohasi. Ammo shuni bilamizki, ularga o'xshashlar sunniy mazhabdan Hanafiy mazhabida, sunniy ya'ni o'xshash bizga o'xshash. Balkim Sharq Turkistondagi ba'zi yerlarda farqli bir mazhablar bo'lishi mumkin. Buni G'uljida men bekrak es qilgandim. O'xshash jamiga, o'xshash masjidga kirib namoz o'qimaydigan ahvollarni ko'rgandim. Yani Sharq Turkiston ichidagi tungallar bilan Sharq Turkiston bilan munosabati yirik. Buni bilamiz ham. Kishilarning o'zaro munosabati balkim yaxshi bo'lishi mumkin, ammo ular hisobda Xitoylar bilan bizning oramizdagi masalada bekrak tarix bo'yicha bizga bekrak manfiy ta'sir bergandek bir tuyg'u bor. Shunashqa buni biroz tarixdan tushuntirishga to'g'ri keldi. Payg'ambarimiz İslamiyetni yaygan devirde 606 yani 7. asırınki oturuşluç bo'lgan davrini deyli. Mesela 650 yılgacha bo'lgan davrini deyli. Bir tarafdan biz o vaqtida Köktürk imperiyasininki hakimiyet dairesinde yaşaymiz. Sharq Turkiston, Mong'oliyadagi qavmlar. Ama Xitoylarga taxminan 655 yil atrofida Müslüman elçilerinin bağlılık to'g'riliq ma'lumotlar mavjud. Nima boradi deganda bundaq bir sabab bor. Chunki quruqliq yo'lidan boshqa ayni vaqtida Sasaniylar davrida milodidan keyingi 4-asr, 5-asrlarda Xitoylarninki ticaretleri asasen deniz yoludaki kısmı Sasaniyler bilen kılınırlık. 5. asırdan kalan bazı pulla, metal pulla Xitaylarninki şarkı cenubudaki deniz sahillerdeki bazı harabelerden tepilirlik Sasanilerden kalan pulla.
Yani Xitaylar bilen Otur Şerqninki bir siyasi münasibetten ziyade bir iqtisadi ve kültürel münasebeti belki burun yani. Han sulalası devrideki münasebetler mevcut hatta. Şoňlaşqa e, e, 630'dan keyin Sasanilerninki yıkılışı bilen tem bu siyasi boşlukni tarih literatürü Arap İmperiyesi dep ataydı. Arap İmperiyesi'nin ilişi yani hilafetinin ilişi İslam devletinin ilişi bilen 655 yili Xitaylarninki menbäside yani e, ýyňy Konu taňnamyda Konu taňnamyda bu 655 yili İslam elçisinin tunçy ketem Xitayga kelgenligi togruly maglumat. Bu asasen 11-nji esirde ýazylgan, 10-njy 11-nji esirde ýazylgan maglumatlar bogaçka. Bu şu devirden özünün kalan tarihi menbelerini toplap yazıdı bunu. Köpüncüsü asasen Xitaylarninki başka devlet elçileri geldi diyen menbeleri pek hata çıkmaydı. E, Başka devletlerden berip Xitaylar bilen körüşgenlik meselesi de bu köpüncüsü anladın bu teatür şekilde bu doğru çıkmaydı gana vallahi var mesela. Hatta Marco Polo'nun Yunanistan alası devrinde Kubilay bilen körüşgenlik meselesi var yani. Yolunu tarif kılıp bununla mesela nurgun adamlar işenmeydi. Ama Xitay menbelerdeki kadimki menbelerdeki bazı nesiller bolsa bu şu devirden özüdeki reallıkni yani yani insanların kegini elçilerinin kegen meselesi pek hatalı pek köp digili bulmaydı. Bu noktadan Xitaylarning menbeleri tarih noktasıdan kıymetlik menbeler yani. Siyasi köz kararlarını katmay turup oylashinglar gerek bu ýerde. Yani o Xitaylarning anda dedi. Bu düşünüşmezlik bäzi çıkıp çıkırken bazı Xitay menbelerini diýen wagtymyzda o Xitaylar maqtatga okşaýdy bu dep müsde hata düşünüş ajaýyp ähwallarmy uçuratdy men bäzi biziň garendaşlarymyz içinde. Şoňa Xitaylar bilen İslam halipeliginiň yani şu wagtdaki tarih literatürik Arap imperiyasiniň münasebeti yani keyin Emeviler çıkydy, andan keyin Abbasiler çıkydy. Her iki emirlikte, hilafetin her ikisiden, Emevilerde ve Abbasilerde her ikisi Xitaylar bilen quyuq ticaret münasebetinde bulunduk. Yani Xitay asas Xitayning Guangzhou şehrinde Xitayning Heynen aralyny bazı kılıp durup Arablar, Parisler şu devirden uzunki Sasaniler, Farisler Müslüman bolgandan keyin Xitaylar bilen bir hali ciddi bir siyasi ve ticari ve kültür ilişkisi mevcut. Şuna 7. esirden oturuşundan başlayıp asasen Xitayning janubi kısımlarında Müslümanlar kelip olturaklaşyşy başladylar. Tang sulalysynynki ahyrky däwre kelgen wagtda Guangzhou, Quanzhou, Yangzhou degендek Xitayninki şerqi janubi deňiz sahillerideki ýerlerde Müslümanlaryň sany hakikaten köpeýgen. Bunu şu wagtyň özüde Xitayga baran Arap seýýahlarmy bunu şu şekilde izah kılalyp. Ama Xitaylar Müslümanların köpüp gitişinin bu fakat ve fakat Müslümanlar karta boğan iş emes bu Xitaylar periflik bir din, kültür veya ki milletlerinki teşkilatların işi şu yerde yaşışığa bir Konzu nemizin Konfüçyüzmün ki nemde tokun Uygurca. Konfüçyüzmün ki devre şu ideolojisi sebeplik bununla karşı durguluk yani. Xitaylar ile yatlarının münasebetini belgileş meselesi de bu Xitaylar bunu allakaçan el kıpılılık kallısı da yani siyasi felsefe noktasıdır. Şoňlaşqa 9-njy esirge kelgende yani Tansulalysynynki ahyrky däwre kelgen wagtyda bu Müslümanlar kelip ultraklaşkan Müslümanlar baýbululuk çünkü hem tijaretçi bolganlygy üçin hem Xitaylar bilen toy kılıp Xitay aýallary bilen toy kılıp bularning sany köpüýgülik. Bunda bolgandykin bu Xitaynyň içindeki eskeri kanatny herbi kanatny hali ubdan biaram kılgılık. Şoňa Tansulalysyn menbeleri köp uçuraydygan bir näse bar. Bu Müslümanlar köpüýüp ketdi. E, Bularni yoqutýar degen bäzi dokulatlar bar. Mesela Tansulalysyn tarihlerinde. Bularga perhlik isim goýugluk Müslümanlarga. Mesela Müslümanlar o wagt köpünçe daşy dep ataglyk. Bu Parisçe tazikeli sözüdün kelgen diyen gepler bar. Hatta Tacik ismi bilen münasebetli buluş mümkün. Çünkü
10-cu əsrdə bizning Şərq Türkistandakı bəzi kitaplarda mı Müslümanların Tacik deb atagan iş var. Bu işten başka bir kısım. E, Keyin Tang sulalisi devrida ba'zi askar generallar isyon qilish jarayonida bo'libmi Guangzhouda 860-870 yıllarda andikin Quanzhouda, Yangzhouda ba'zi generallar 150 ming, 200 ming qo'shinni boshlab kirib musulmonlarni, xristianlarni va yahudiylarni o'ldirib o'tgan ish bor. Bu yerda Xitoy manbalarida son berilmadi, ammo arabcha manbalarda arablarning ba'zi masalan Ebu Said ve başka 9. 10. əsrdəki ərəbçi mənbələrdə Guangzhou'da hakikaten bek kök Müslümanlığa bağlığı ve bu yerdə neminim ki 9. əsrdə Xitay generallarından bu yerə hücum qılıb Müslümanlarını qoğulub etkenligi, öldürüb etkenligi yani mevcut yani tarihi mənbələrdə mevcut. Yani Xitaylar bundan rahatsız oldu. Hem siyasi felsefesi sebeplik hem bu Ming devri devam kılan bir iş. Keyin son sulalış devrinde bularninki Xitaylarning bularga bo'lgan qarshiligi texmi kuchayib, ya'ni Xitoy devletinin son sulalısida bularni ayrim bir yerda yashaydigan musulmonlarni andin yerlik Xitoylar bilan to'y qilib bo'lmaydigan bir qonun tuzab beraylik bularga. Ko'payib ketgandan keyin bu Xitoylarninki tahdid eng kuchlik boshqa yot qavmlarga nisbatan. Tarixdan bu yer shundoq. Şuna bularning sonining ko'payib ketishi bular uchun bir tahdid shakllantiradigan bo'lganligi uchun bularni ayrim bir yerda yashatish bularni o'zininki qonuni bo'yicha emas, hatto Xitoy qonuni bo'yicha jazolash, uning oldida o'z qonunlari bo'yicha qozilar bilan jazolash, bu xil jazo ilib berish usullari bor edi, mavjud. Ana keyin bu Song sulalasidagi bu besim tufayli musulmonlarning Xitoyga kelishi astilashga boshlagan. Soni haqiqatan yeni ko'p. Yüz minglarcha insonning gibi va masalan ba'zi Xitoycha manbalarda Song sulalasining oxirida 800 ming musulmonning Xitoyning janubiy dengiz sohillarida yashaydiganligi to'g'riliq rivoyatlar tilga ilingan va xotirlangan. Ondan bu musulmonlar ko'pincha arab va faris endi. Bu Song sulalasi davrigacha bo'lgan araliqda kelganlar asosan arablar va farislar. Keyin Moğol imperiyasi qurildi. Moğol imperiyasi qurilib araliqda bir 60 yıl yakın boşluk devri var. Ondan keyin Moğollar keldi. Moğollar devri Müslümanlarınki Xitoydagi oltin devri desek bo'ladi. Moğollarninki bu Chingizxonninki O'rta Sharq rayonida, bu Abbasiylar zaminida, bu Nishapurda, Samarqandda, Buxoroda, Xorazmshohlarning zaminida Müslümanlar qarta cho'ng qirg'inchilik qilganligini bilamiz. Ammo keyin bu asosda siyosiy eneni olduğundan başlap, hani dinliğe karşı biraz soğukkan muamele kılışka başlagan Moğollar. Dinliğe okşaş musabada durup muamele kılışka başlagan. Bu bizden maya deyilgan Kubilay'ınki devri, Yuan sulalesi Kubilay'ınki Müslümanlığa bulup tutkan pozisyası. Bu yerde bu Semerkant, Bukhara, Xorazmshohlar ilingandan keyin taxminan 30 mingga yaqin Xorazmshohlarninki qoldiq qo'shinlardan askar chiqarildi, musulmon askar. Uyg'urlardan askarlar. Ama Uyg'urlar shu vaqtdagi Uyg'urning o'zi, Uyg'ur degan nomni o'ziga musulmon emas ham. U vaqtdagilar Uyg'urlar musulmon emas ham. Shu manbalarda chiqqan Uyg'ur degan nomni atalganlar musulmon emas. Sharq Turkistonning sharq shimoliy Turpan va sharq tarafidagilar musulmon emas. Shunga Mo'g'ullar bilan bekrak yaqin. Moğollar mı çünkü Müslüman emas. Shunda bo'lganligi uchun Yuan sulalasi devrini bir Müslümanlar uchun oltin devr deyish kerak. Bu yerda taxminan Yuan sulalasi qurilgandan keyin o'zininki boshqarish hokimiyat doirasidagi millatlarni 4 kategoriyaga bo'lgan, 4 sinfga bo'ladi Mo'g'ullar. Birinchisi Mo'g'ullar, ya'ni bu eng davlatninki eng ustun qismidagi boshqaruvchilar, ya'ni Moğollar bo'libmi oltin urug'dan kelgan Mo'g'ullar yani. Ve Chingizxonning davridan boshlab Mo'g'ul degan kategoriyaga kirgan qavmlar. Bularning ichida ba'zi turk qavmlari bor, bo'libmi Öngütler ve başka Tatarlar. Tatarlarning bir qismi, masalan Kereyitlarninki bir qismi qatorliq turkcha so'zlashadigan qavmlar bor. Ama bu Moğol kategorisida vaqtida. İkincisi Sığmurun, yani ranglik gözlükler degan ikinci kategoriya. Bu ranglik gözlükler degani ko'zining rengi başka milletlerin ko'zining rengidan farqli bo'lganligi uchun o devrdeki Xitoycha manbalarda ranglik gözlükler. Bu Moğollar 5 renk 4
yat kavimde bir araydigan bir näse bu. Rengi karta milletlerninki nimisini araydigan. Mesela Müslümanların asasen degidek serik Müslüman dedi. Serik Şira Satagut degidi şu Satagut degidi Müslümanlar yani. Satagut. Özüni kök Moğol deydi. Köke Moğol degidi Moğollar mesela. Şuna okşaş Ariş usulü. Bu devirde 1 milyonga yakın Yunan sularının ahakı devrede 1 milyonga yakın sığmurunun balığı yani renkli gözlüklerinin balığı yazılır. Bunların köpüncüsü %90%'ige yakını Müslümanlar. Bunlarınki az bir kısmı Yahudiler ölen bazı Hristiyanlar ve başka Müslüman bulmayan kavimler ama bunların köpüncüsü Müslümanlar. Bunların yeni köpüncüsü Türkçe yapmışlar Müslümanlar. Mavera Nehir, Şerq Türkistan ve başka yerlerden kelgen Xitayga kelip Xitayning asas başkuruş yani hakimiyet sistemisidagi başkuruş sistemisiga qo'shilgan kishilar. Bular hem askeri jihatdan, masalan, eng üst seviyede askeri yoki davlatning bosh vazirlik bitikçi dairesi deydi. Bitikçi degan bichikçi deydi Moğollar. Bichikçi dairesideki yani bichikçi divanı da 63 Müslümandan ki yani. Bunlar o Türkçe yapmışlar var, Arapça yapmışlar var, Farsça yapmışlar var, 63 kişi. Hatta e, Han Balık'ınki inşa kılınışı mı İhtiyarı Din degan. Uygurca Ahtar deb kirgizib ko'pdi buni. Qanday bo'lib Ixtiyoriddin degan ism Ahtar bo'lib qoldi buni bilmadim. Bu adammi Müslüman endi. Uyg'ur deyiladigan narsalarni ko'rdim, ammo bu odamniki tetakda Samarqand atrofidan deb ko'riblikman. Xatolashgan bo'lsam tuzatsanlar bo'ldim. Undan boshqa masalan Uyg'urlar bor. Sığmura'nın ichiga kirgan Uyg'urlar bor. Uyg'urlar asosan davlatniki Müslüman bo'lmaganlar yani u vaqtdagi ko'pinchisi. Devletin idari sistemisine, askeri sistemisine pek mühim. Yunan'ınki elinişi, onun kendinin bazı çoğun vuruşları, kumandalılar, Yunan'ga yerleşik etken 2000'e yakın Uygur askeri var mesela bu vakıda. Başka çoğun şehirlerin elinişi, devletin en üst seviyesi ticaretin elinişi ve başka meseleler Uygurlar var. Uygurların sırtı kalan Müslümanlar. Yani Yunan Sulası devri Xitay'daki Müslümanların Uygurlarını bunu teşvik koysak, Sığmur'un içindeki Uygurlarını çıkarıversek, Kagaları Müslüman endi. Asasen degidek Müslüman. Ama Uygurlar Sığmur'un içindeki en imtiyazlık bir kişiler yani. Çünkü Moğol İmperiyasiga hem yızıqның ögütülüşü hem devletninki başkuruluş tecrübesi katarlıq jihatlardan pek çoğun töküp koşkan bir e, kavim Uygurlar. Buna bağlılık için Moğolların küzüdü mü yani üstün seviyedeki bir kavim dep qaralıq Uygurlar Moğolların nazarında. Ama bunun sırtındaki Müslümanlarınki meselesi gelsek, Yunanistan devrinde bir altın devrin yaşadığı Müslümanlar. Bu devrin intayın köp sandıki cami, mescit, nurgun nesile kuruldu Xitayda. Bulup Yunnan, onun kendinin Xitay'ın janubundaki bazı şehirlerde kurulgan mescitler, camiler asasen de gidek ya Son Sulalası devriden kalgan camiler veya ki Moğollar devriden kalgan camiler. Bu ki Yunanistan devrinde iş özgürlüğü. Hem de Yunanistan devrinde cık turuşun acıt yok. Bir Müslümanlar keldi yani. Bek köp. Yunan sulalası yıkılgan vaqtida, örülgen vaqtida Xitaylarning nüfusu taxminen Xitay manbalarida 60 milyon bilan 80 milyon aralığında. Müslümanların nüfusu yani Sığmura'nın içindeki Müslüman nüfusu taxminen 2 milyon bilan 1 milyon aralığında. Yani bu eniq emas bu san, amma 1 milyondan köp ekanligi eniq. Hem ikileyli bu Tungallarning qanday shakllangan meselesi. Xitaylarning tarix kitaplarida hemmimiz ko'rgan Tungallarni yani Xuyzularni Yunan sulalası devrida shakllandı deb yozadi. Amaliyotda undaq emas. Eğer Müslümanlar, Xitay'daki Müslümanlar Yunan sulalası devrede bitip kalgan bolsa, ular Xitayca sözleşidigan bir Müslüman bolmaydi diyor. Yani şu koyup etilgen bolsa, erkin şu şekilde terakki kılıp malgan bolsa, ular özünün kültürünü, dinini şu şekilde yaşap malgan bolsa, o vaqtda u yerda bir Xitayca sözleşidigan Müslüman şekillenmedi. Belki Xitay Komünist Partisi kilip andan keyin bularni yo'qotishga tirishgan bo'ladi. Ammo u vaqt yo'qotalandı, nadan yo'qotanmaydi çünkü sani bek ko'p çünkü ular. Emdi asas Tungallarla şekillengen vaqtı emdi kelimiz. Tungallar Ming sulalası devirden başlap şekil. Çünkü manda bir mesele var. Ming sulalası Moğollarni ağdırıp etken bir sulale. Yani 1368 yılı Zhu Yuanzhang e, Han balıqni elip Moğollar Han balıqı taşlap Mongoliya kaçıp ketken vaqtida taxminen 300 mingga yaqin Moğol Xitaydan çekinip çıkıp gitiglik yani. Keyneden 100 yılga yakın uğraşıdı Moğollarını kendini Xitayla qoğlap berip.
Bu jarayonda Juyanjanın mundaq bir siyaseti var. Yatlarını qo'llab chiqarib, Junxuani tirildirish degan siyosati, ya'ni bu o'xshash gapni xatolashmasam Sun Junsen, Sun Yatsen qiladi deymi? Yani xatolashgan bo'lsam, xatolashdingiz deb yozib qo'ysanglar bo'ldi. Andan Beyjanni elib, yani Xonbaliqni elib tunji qatim tushirgan farmoni nima deganda, chet elliklar, ya'ni Xitoylarninki Xu, shu o'zining bo'lmaganlarni Xu yoki Lu yoki boshqa narsalarni ataqli tili, yani yat kavimler, Xitoydagi yat kavimler, yani Moğollar chiqib ketdi. 1 million kishi qoldi o yerda. Musulmon bu Samurani 1 million kishi qoldi taxminan. Bunday o'ylasanglar bo'ldi. Bular qandaq bo'ldi endi? Qoldi Xitoylarda. Xitoy rasmiy Xitoyning o'zininki an'anasini kelgan bir Juyanjandan iborat bir Konfutsiyizmninki siyosiy an'anasini qayta tiklayman degan bir siyosatchi, ya'ni chiqib bir davlat qurdi. Endi qandaq bo'ldi? Deganda birinchi qilgan ishi Bejon olgandan keyin yatlarning tilini, bu Xitoy manbalarida bor narsa bu. Yani Xitoylarning qilgani shu, yani Juyanjanning qilgan narsa. Bevos qonun chiqarib, yatlarning tilini, yatlarcha kiyinish usulini ve yatlarninki dini ibadetini, bu yerda ibadet degan vaqt asosan bu örf odatlarini o'z ichiga oldi. Ko'rishni xohlamalik, yani cheklaylik resmen devletin qonun chiqarib, bularni cheklaylik. Bu til ve kıyafet, yani kiyim kiyish usulleri cheklaniglik resmiy 1368-yil chiqarilgan qonunda bor bu. Onun keyin musulmonlarni o'zaro to'y qildirmaslik meselesi, yani musulmonlar bilan bu bir qism Moğollar qoladi Xitoy Mansualasida. Moğollar bilan yani asmilasiya qilishning usuli o'ylab boqinglar. Bu pek burunqi usul hamda Xitoylarning bundan qolgan usuli. Moğollarla to'y qilib, bu Daminlu degan Xitoyning rasmiy Juyanjan davrida tuzilgan rasmiy qonuni va davlatning qonunininki bir moddasida yozilgan bir narsa. Yani Sığmuren yani Moğollar davridan qolgan musulmonlar bilan musulmon bo'lmaganlar mı hatta Moğollar bilan Moğollar to'y qilsa bo'lmaydi. Buni degan gap. Bunun tushunib yetsanglar bo'ldi buningda. Aniken bularning o'zining kiyim kechigini, şu o'zining milliy kiyim kechigini kiysa bo'lmaydi. Kendi o'zining tilida so'zlasa bo'lmaydi degan 3 modda. Resmi qonun. Eğer bu qonun xilaf qilinsa, hata yaklaşmışsam 80 palak vurulup, ayalları, erleri devlet tarafından resmi kullaştırılıp, devlet tarafından kul kılındığı degen bir davamı bu hem. Bunun küçük bir izahatı da, eğer Xitoydan birisi bu Müslüman bilen to'y qilish xohlamasa eğer, yani bu Müslüman bilen to'y qilmayman deb turib olsa, yani hech kim to'y qilish xohlamagan bir Müslüman bo'lsa, andın o o'zining qavmi bilan to'y qilsa bo'ladi bir qonun moddasi. Resmi qonun moddasi bu. Buni o'tirib qo'yuqliq. Shuning bilan bu Juyanjanninki ve Mingsualisininki tutgan pozitsiyasi qattiq bu vaqtda. Qarasanglar Mingsualis davridagi jamilar, silingan masjidlarga qaratamu intayin ko'p noroziliklar ko'rsatdi. Bu masjidlarni o'rib o'tayli, chiqib o'tayli. Bular kunda 5 qatim chiqib vaqiraydi ekan, bular chiqib Mingsualis davrida qolgan ba'zi kitoblarda deydiki, bular kunda chiqib vaqiraydi ekan 5 vaqt. Bular shu butni chaqirdigan o'xshaydi. Shunga bularning nimasi chiqib o'tar ekan, musulmonlar amal yo'q. O'zining tilini unutib ketadi bu 200 yil jarayonida. Asosan arabcha, farscha biladigan, ibodat qila oladigan odam qolmaydi. 1560-yilga kelganda, hani 1368'de 1560 200 yılga yakın devirde özünün ibadetini doğru dürüst qila oladigan, arabcha, Qur'oni Karimni arabcha o'qiy oladigan odamlar qolmoqliq musulmonlarning orasida. Bular o'zining musulmonligini biladi, ammo o'zining musulmonligini yashashdigan bir nima yo'q, yani bilimi yo'q, yani ichida hech narsa qolmoqliq yo'q. Bisim bilan bo'lavergandiki, bir 200 yillik bir assimilyatsiya. Shuning bilan 1560-yildan keyin Xitoylar Mingsualisi bekli keyiniz qilib 1560-yilga kelgan vaqtda, lekin bu 1562dan keyingi davrda chiqqan Xaqani Mingsualisining bo'lib Xitoyning Janubiy dengiz rayonlariga Jizvitlar, Portugaliyaliklar, Gollandiyalik boshqa kishilar kelishga boshlaqliq. Andan ularninki qo'ldagi qurollar ilg'or, rasmiy avtomat
Tepkücü bak korallar ula Avrupa'da yasap bulundu. Xitaylarning korallari vaqtida tepkücü bak koral mızdık yok. Töpüsünden ot yakıp pıztısı var mızdıklar. Bunu görüp toxta biz yenidən bir islahat kimse bu merkezde bir islahat ötken de xuddi Deng Xiaoping'in ıslahatına oxşap kaldıran bir islahat. Ötken de yani Müslümanlar öyle 200 yıl jarayonida Müslümanlar chet elga mi chiqolmaydi, Xitoydan sirtiga mi chiqish. Chunki Xitoy bilan fuqarolarning hammasini chet elga chiqishi cheklangan. Xitoy fuqarolarining tijorat qilish cheklangan. Chunki Konfutsiyizm tijoratga yaxshi ko'rmaydi bular. Shunglashqa 1560'dan keyin anda Müslümanlar hecge berishga kelgan chet elliklar bilan ko'rishishga boshlab, andın asası uyg'unish hareketi boshlaydi Müslümanlar. Anın kendinden bu tungallarga o'tirg'izdi. Ya'ni tilini yo'qotib bo'ldi bular. Kültürünü yo'qotib bo'ldi. Bir chet eldan kelgan, ya'ni Turkistondan kelgan yoki boshqa bir yerdan kelgan Xitoy elchilik kelganini ko'rsak, ularni tutib olib va bizga namoz o'qishni o'rgatib qo'y, qiroat qilishni o'rgatib qo'y degandek ishlar qilib, mana keyin bir qancha muhim shaxslar chiqdi. Ism bermayman bu nimada. Chiqib Qur'on o'qishni, ba'zi madrasasining ba'zi ta'lim tarbiyalarini qilib degandek bir yerga keldi. Ammo uni qilib endi qilib turishi mescitlerini yeniden bir adamlar kirip namaz okuyduğun bulup, hem de Kur'an-ı Kerim'in Arapça okuyduğunga yeni ögünüp doğan mezgilleri de mensula sağdırıldı, mancula kelidi. Hem de iş mancula devirde hem bozuldu. Destet mancula yeni kelgen vaxtıda e, bütün hakimiyetler asasen okşaydı. Yeni kelgen vaxt bir adarak koyuvetiydi o Müslümanlarını. E, Bulup mu 1680, 1670, 1680 mancularına destek 50 yılda biraz rahat. Yine bir güllünüş, yani uygunluş hareketleri buldu. Annem bizim Apa Hoca efendim, şu vaktdeki Apa Hoca yine bu Xitoydagi Müslümanların içinde bulup mu şu bizim vatanga yakın bo'lgan yerlerde tarikatni yaydı bu, Nakşibendi tarikatini. Bu adamın Xitoydan işsizleri mi cık. Hani kendim bula asasen tarikatın üstüdün, Nakşibendi tarikatının üstüdün bekerek İslamiyet yayılışga başlaydı. Kendinden andan bu bizge galdanını söylep kirgenden keyin bular özünün ayeti kaldı. Andan Mensula demo, Çin Manjula keyin bular mı Xitoyning Konfutsiyizmni qabul qilishga boshlagandan keyin bulup bu 18 asrdan keyin o'tirishdan boshlab qaytadan musulmonlarga arziyat qilishga boshlaydi. Bularninki jiq dokladlar bor, bu Mensula davriga o'xshash. Bularning jamisini yurib deylik, to'g'ri qaraydi ekan, kunduz ezon o'qiydi ekan bular. Hem bizning unda ko'rinishimizga, o shaharlarimizning ko'rinishini buzib etadigan bularni dahshat doklad. Bu bevas davlat tarafidan yürütilgen mescid bu narsa pek yazılmalı ama besim qaytadan küçüydü. Besim qaytadan küçüyüp tuğan mezgillerde yine nispeten yaxşı yendim. Nimeге qarta Mensula devridikidan azroq yaxshi. Chunki Yevropaliklar texmi ko'p kelib Xitoylarga janub tarafdan kirishga boshlaydi, tijorat kuchayishga boshlaydi. Keyin u bekinib oldi manjular. Bekinib olsa-mu, Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin 1959dan keyin Sharq Turkiston musulmonlari bilan Xitoy musulmonlarining o'rtasidagi munosabat quyuqlashishga boshlaydi. Hatto manjular bir mezgil Xitoydagi musulmonlar bilan Sharq Turkistondagi musulmonlarninki o'zaro uchrashishini cheklashga tirishib boqqan ahvollar mavjud. Ammo keyin bularga vahobizm kirdi. Nimaga? Ism berib o'ltirmayman. Vahobizm kirib bularni kendiligi Vahabiy ideyasidagilar kirib bular eski burunqi ko'n narsani tanqid qildigan bo'lganligi uchun andin ikkiga ayrildi bular. Birisi qadimiylik g'dmu deydi ekan, yana birisi ixvonninki xitoycha ahang tarjimasi. Bularniki o'zaro so'qishishga boshlaydi bu yerda. So'qishib manjular birdan birisini qo'llab, birdan birisini qo'llab, birdan birisini qo'llab degandek bularni bir-birisiga silib, so'qishtirib ahırda bular yığılıp asasen bizim vatandaş çevresi yakın boğan tarafdaki bulup Ningxia tarafki yığılışı Yunnan tarafdaki isyanlardan keyin Ningxia tarafki yığılışı ya şu Mensula devrinde Qaşqan musulmonlar bilan birga keyingi davrda yig'ilib qolgan ahvol. Bo'lmasa Xitoyning janubida musulmonlar asli bek ko'p. Shundan bular shakllanlik rasmiy yandan. Ikkiga bo'linib qilgan bo'lsa-mu, keyin bularni shu xuy deb atishining sababi-mu yine shu nima davrda, Yunaniston davrida Uyg'urlarning ismidan yo'lga chiqib qo'ygan ism deb qadim shu davrning o'zidagi bir Xitoycha kitobda shunda turdi. Qanchalik to'g'ri buni bilmayman. Ammo Tungallarning kelib chiqishi bu yani. Bular
Mınıslağısın ahir devrdeki yeniden güllünüş jaryanı da İslam dinini yani Xitaylar tarafından bek çetkil kılması üçün İslam dinini Konfüçyüzmninki kuңuzunun idisi noktasından turup izahlaşkı tırışırlıkçı bular. İslami felsefeden çıkıp emas, yani İslami fıkıhdan yoki hadis ilimlerden mındaq yolga çıkıp emas. Bular a tarafdan yani İslamni kuңuzunun idisi bilen mındaq düşendirsek Xitaylar asan kubul kıldı degan mındaq bir nima bilen çıkıp bular Dəlmədən Xitaylarınki istəvatqan, yəni Xitayını İslam dinini Xitayçılaşdırış degan nərsəsi kiliglik bo'ladi. Şu 200 yillik assimilyatsiya jarayonida. Şuna bizninki aramizdagi kultural farq bilan ularning orasidagi farqning tüp negizi bu hem kültür hem bir quyuq bir şekilde Xitoylashib ketgan ideologiyasi bilan munosabatlik bularninki. Bularning kültürel mensubi tamamen Xitoy kültürel çemberining ichida bo'lganligi uchun bular o'ylash, tafakkur qilish va boshqa narsalarda o'zini musulmon deb qaragan taqdirdami tarixiy reallik nuqtasidan deb aytganda bular 200 yillik bu vahshiy assimilyatsiyaning ta'sirida a uzuqdan tamamen ayrılıp başka bir manbadan uzuqlanishga qartab kelgan. Shunga bularninki tushunish, o'ylash shakli farq bu yani. Farq bu. Şoňa tarihi hakykatini düşündirip keyinki meseleler bek köp siyasi meseleler mevcut. Hatta 1865 yılda Kuchada başlangan Manjularga qarşı başlangan isyanlarda Tungallar var. Keyin Yakup Bey devrinde bir Tungallar bilen bir yıkılışış, keyin karşılaşış var. Birinci Cumhuriyet meselesi de ağır mesele var. İkinci Cumhuriyet'te bazı Tungan koşulları var, birlikte sep tutulan. Ondan keyin mesela Elixan Töre'ninki yazgan Türkistan Kaygısı degan eserde mo Tungallarga nisbeten acayip ijobiy narsalarni beriglik. Şuna her devirninki özünün yani tarihi reallığı bu. Şuna tarihi reallık noktasından çıkıp durup meselelerge qaragan vaqtimizda ideologik noktadan emas, tarihi reallik noktasından çıkıp durup qaraganda bununla düşmanlık meselesi yak dostluk meselesi ziyade real noktada durup bunu körüş gerek. Real noktadan tutup köygende yak onun çokum bir düşmanlık meselesi, düşmanlık noktasından veya ki İslami kavim-qarindoshlik ümmet noktasından emas. O elbette ayrım bir mesele. Bunda qarash elbette her kişinin özünün ixtiyorida. Ama tarih hakikat nemu degende tarih hakikat bu. Bunu kıskaça bu şekilde de izahlashni to'g'ri ko'rdim. Bunun sırtida yine kelgan savollarda Tungallarninki din ziyade Shibalar bilan bizim vatandagi Mo'ng'ullarning Sharq Turkiston siyasi tarixidagi roli to'g'riliq ba'zi savollar bor. Mesela Shibalar, Manjularning bir qismi ve Mo'ng'ullarninki Sharq Turkiston coğrafyasının siyasi tarixini şekillenişdeki rolleri bu bek muhim mesele. Sharq Turkistonning günümüzdeki haritasini din yolga chiqib qarasak bu mesele. Şoň kıskaça bu şunçalyk to'xtalak qarindoshlar, hammalarning vaqti xayrlik bo'lsin. Hammalarning Ramazon oyi tekrar mübarek bo'lsin.